Hoji aka, shunaqasini ko'rganmisiz? Men Gollandiyada emasman, Shvetsariyada ham emasman. Yuqori Chirchiqda Toshkentlik hoji akalar ochgan gigant fermadaman. Umumiy 20 gektar maydonda mol boqilar ekan va umumiy 800 gektar yerda mollar uchun mana shunaqa o'tlar yetishtirilar ekan. Gap yo'qmi? Agroterra fermasidaman. Hozir bitta like bosing-da, videoni oxirigacha ko'ring. Juda ham qiziq bo'ladi. Sigirlarga maza qilib massaj olib o'tirishibdi. Bunaqa massajyorlardan har bitta bo'limda bor ekan. Apple Watch'ingiz bor deb xursand bo'lib yuribsiz. Sigirda undan ham qimmati bor ekan. Qancha yurdi, qachon kasal bo'lgan, 2 qatmi, yo'qmi, yurak urishlarigacha hamma ma'lumotni ko'rsatib turar ekan. Общий bazasi bor ekan. Umumiy 1100 bosh mol bor ekan. Undan 500 tasi sog'on sigir ekan. Keyin qarang, angarlarning ko'pligini har bitta sigiri qancha sut berishiga qarab, 2 qat emasligiga qarab, buzoq, kattaroq, g'unajiniga qarab, addini parvarish qilishar ekan. Bu darajada innovatsion fermani men birinchi marta ko'rishim, eshitishim bo'yicha bunaqasi. Bu darajada innovatsiyonisi yo'q deyishyapti. Tasavvur qilasiz, 75 litrgacha sut beradigan mollar bor ekan bu yerda. Mana qarang, sharoitda klimat kontrol mollar uchun, tommi ham ketmasligi uchun klimat kontrol, undan tashqari ventilyatsioniy sistema. Voy, yashagisi kelaveradi bunaqa sharoitda mollarni. Biznesmen akalarcha ishoning, faqat dom qurib olmasdan, mana shunaqa fermalarga ham o'zligini urishsa menimcha, yana ham mana shu sut mol. Mana shunaqa sut mol sferasida yana O'zbekiston ko'tarilib ketardi deyman. Ishoning, men sharoitni ko'rib prosta shokdaman. Hamma narsa qarang, tizimlashtirilgan. Qaysi sigir necha litr sut beryapti, kecha qancha bergan, o'tgan yil qancha berganigacha atchot turar ekan. Kameralarning ko'pligini qarang, har bitta burchakni kuzatib o'tirishar ekan. Mana sog'ish jarayoni. Mana qarang, nima qilyapsizlar? Yering tozalash jarayoni taqishdan oldingiz. Taqishdan oldin tozalab moylaysizlar, keyin sog' bo'lgandan keyin yana nimadirlar surib qo'yasizlar. Gel surib qo'yinglar. Sharoit dahshat-ku. Hoji aka, qarang, biznesga qanaqa yondashilgan. Bir vaqtda o'zida 29 tonna sutni bir xil gradusda saqlab turadigan sisternali ekan. 4 gradusda ushlab turar ekan. Ferma ochsang, mana shunaqasini och. Bu bizni umuman ochmaydigan joy egandi. Jigar stroychining profiliga podpisatsiya tashab qo'ying. Siz ozgina bo'lsa ham sigir sohasiga, mana shunaqa ferma sohasiga qiziqsangiz yoki tushunmasangiz, kirib videolarni ko'rib chiqing. Shunaqangi zo'r ma'lumotlar berishgan maza qilasiz. Podpisatsiya tashab qo'ying. Bu hali holvasi ekan. Ya'ni shu darajada kuchayib ketishar ekan. Hamma podpischilik, yelik berib yuborishar ekan, nima deb o'ylaysiz?